Kecha lyulkamizni 5 ta donasini soat 2 da skidka qilib qo'ygan edik. 880 ming so'm. Ro'porosi soat 6 da uje tugab bo'ldi. Hamma lyulkamizni skidkaga qo'yganmiz. Ko'pchilik bizga yozib o'tdi, kolyaskalarga meni skidka qilinglar deb. Sizlar uchun mana shu katta zimniy kolyaskamizani skidkaga qo'yib yubordik. Rangi faqat ko'k rangi qolgan. Bunda mana 4 ta ochilgan varianti bor. 3 ta korobkada bor. Viloyatdagi obunachilarimiz zakaz qilsa, korobkada chiqarib yuboramiz. Buni 1 million so'm sotganmiz. Skidkada 795 ming so'mga beramiz. Zimniy chexoli, ichida mana bunaqa matrasi, yonida astarlari, как раз hozir qish kunlarga, sovuq kunlarga issiqqina ushlab yuradi, o'tiradi. Ruchkasi ham buni перекидной, oldi orqaga o'tadi. Bemalol ishlab turasizlar. O'zida podstakanniklari, sumkalari bo'ladi. Faqat bitta dona mashina kolyaskamizda upakovkadan o'z sumkasi chiqmadi. Bu 5 sumka bo'ladi. Qolgan hammasida xudo xolisa sumkalari bor. Ruchkalari ham ko'jini. Narxi 795 ming so'm, lyulkadan adashib ketdi. 795 ming so'm, 1 million so'm sotilgan. Ulgurib qolinglar, buni ham soni kam qolgan.